jo'ra, jonga ham tegib ketdi-da, ishingga kunduz aytsanmi, ma'sharga. O'zi g'irra-shirada yetib kelgan, yana millat qilasan, ishlatasiz so. Jo'ra, o'zi bu itta ishlatyapman va ishlar qilib kompot beraman ekan o'zi. Jo'ra, kompot mayli, bekor kechki asharga aytma. Bu ovqat ham qilib bermaydi-yo. Hayotimda bor-ku, bunaqa sassiq buqlar solmaganman. Qara, bu qildiryapti. Ketaylik shu. Agar mana shu ishni ertalabgacha bo'lib tashasak, men sizlar zo'r joyga olib boraman mana. Rostdanmi, haqiqatan qilib berasizmi? Davoy hisob tashak. Bularni shunaqa qilib aldab ishlatmasam, bular ishlamaydi. Katta bo'ladi. Kechga haq bor ekan. Kompot bermagan odam kechga senga haq beraman. Ketish kerak, tamom. Jo'ra, restoranda zo'rligini qara, lekin ben ishonmayapman. Qanday bu haq berdi? Hozir men o'ylayapman, hozir katta kamni bersam olib kelib qolsa, Haqiqatan Jo'ra, qara, mana ular qara, mazza qilib yeb o'tiribdi. Yonboshiga bor-ku, shu Xorazm balig'i bilan sazan balig'i qo'shib kelsa kerak, zo'r deb berdi. Kelyapti. Mana sizlarga inamning kompoti, mana haq. Jo'ra, men senga aytdim-da, bildim men buni pastligini. Qara, shuncha ishlatib, shuncha katta restoranga olib kelib bitta kompotcha beryapti. Shukr-ki, shuni ham olib ketdi. Eng biz istaganimiz.